2012 yaxshimisizlar? Bugungi videoda hop qalanglar bolalar, bugungi videoda nima qilamiz? Hammaga salom. O'zi kecha video oldik. Bugungi videoda ko'rgan bo'lsanglar, men 1.2 Bedrock versiyali 1.2 17-versiyaga o'tdim, to'g'ri, lekin bugungi videoda Minecraftda ham har xil qishloq topish usullarini o'rgataman sizlarga bolalar. Sizlarga bir 5-6 ta o'rgatarman. Qishloq topish usullarini o'rgataman-da bolalar, короче. Unda qaranglar. Nima qilasizlar? Qaranglar. Advanket degan joyga nima yozasizlar? Qarab turinglar. Yo, mana qaranglar. Qaranglar. Mana bu Advanket degan joyga bosasizlar shu yoqqa. Bolalar, shu yoqqa shuni bosasizlar. Keyin bu yoqqa Herosant deb yozasizlar bolalar. Xo'sh. Invite keyin bolalar nima qilasizlar? Keyin mana bu Creative World'ni bosasizlar. Bosasizlar. Mana qishloq chiqdi. Qaranglar. Mana chiqdi qishloq. Mana qaranglar bolalar endi. Hop, bunda yurasizlar, qaranglar mana. Yurasizlar. Mana bunaqa qishloq bo'ladi. Herosant deb yozsanglar. Seedga dedi. Nima? Bolalar, qaranglar mana jitlar. Mana bu kompyuterning chap tarafligi. Mana. Endi qaranglar. Mana shunaqa qishloq. Endi keyingi qishloqqa o'tsak. Biz keyingi qishloqda, xo'sh, mana bu seed degan joyga nima deb yozasizlar? Xo'sh. Marble deb yozasizlar. Creative World. Mana bolalar qishlog'imiz chiqdi. Mana Marble degan qishlog'imiz bolalar. Mana shu qishloq, mana kompyuter uyini 10 tarafligi haqiqiy uyi mana bolalar. U oltini bor ekan, ikkita temirlik kirkasi bor ekan bolalar. Xo'sh, keyin bitta narsa haqida o'tib ketaman bolalar. To'g'ri, boy va kambag'allik ikkinchi qismini nimaga chiqarmadingiz degan gaplar bo'lishi mumkin bolalar. Kanalimga podpiska bosib, like bosib qo'ying. Bilaman do'stlar, boy va kambag'allik ikkinchi qismini chiqara olmadik. 20 ta obunachilik yudim sizlar, meni 48-50 ta obunachiga qarab ketamiz bolalar. To'g'ri, chiqarishim kerak edi. Meni uzr kechirasizlar. Shu ikkinchi qismini oldik. Shu xotiramga ozgina ta'sir qildi. O'chirib yubordim bu videoni. Ukamdan so'rasam, shu boy va kambag'al, boydan so'rasam, boy bo'ldi, bitta qismdan iborat bo'lsin. Hech qanaqa qismi bo'lmasa, o'sha bitta bo'ladi dedi. Do'stlar, endi tushunasizlar, boy va kambag'allar ikkinchi, uchinchi qismi yo'q, bitta qismdan iborat bo'ladi bolalar. Unda ketdik bolalar. Keyingi qishloqqa o'tamiz. Keyingi qishloqda Advanket qilib turib, seedga nima yozasizlar? Keyingi qishloqda seedga mi deb yozasizlar do'stlar. Bu qishloqda oldin o'ynaganman, esinglarda bo'lsa. Men bu qishloqda oldin o'ynaganman. Aytdim-ku bolalar, hozir. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Mana bolalar, men bu yerda o'ynaganman. Mana ma'naviy video to'g'rimi? Salom jitil. Qaqqa bo'lib ketdik. Bo'ldi, biz ko'chib ketdik. Biz boshqa o'yindamiz. Salom. Men tanishadi bilan Mametda kompyuter uyini quruvdim esinglarda bo'lsa. Keyin shu Minecraftga o'tdik. Boshqa Minecraftga. Bu Minecraft, bolalar, u Minecraft edi. O'ti ham Minecraft. Xo'p, mayli bolalar, qaranglar. Endi keyingi salom jitillar. Salom, qanaysan? Kelib turmizarki? Kelib borib turaman. Salom. Qanaysan Power King? Power King emas. Endi Abdulaziz 2012 dur. Abdullah
Короче, mayli. Salom. Mayli. Nega yomib ketding, qaqa? Mayli, bolalar. Unda keyingi qishloqqa o'tsak. Keyingi qishlog'imizda Sit degan joyga 65 603 yozish kerak edi, adashmasam bolalar. Ha, mana bolalar. Bu qishlog'imiz ham chiqdi bolalar. Mana. Qaranglar mana. Mana bu ham yaxshi qishloq, qasr, faqat suvda joylashib qolgan. Bunga e'tibor bermaysizlar. Mana suv. Mana qaranglar, bloklarni qaranglar. Toshdan tosh, вообще zo'r qishloq, faqat suv ostida qolgan qishloq bu bolalar. Xo'sh, do'stlar. Yana qaysi qishloqni bilardim? O'ylab oling, do'stlar. Mayli do'stlar, keyingi qishlog'imizga o'tsak bolalar. Bunda ham Advocate degan joyga, Sit degan joyga biz robot deb yozamiz bolalar. Xo'sh. Yo, to'xtanglar. Bolalar, adashib ketdim men. Shu bormidi shu yerda qishloq? Ha, mana bo'ldi, chiqdi bolalar. Chiqdi. Adashib ketdim deb o'yladim bolalar. Mana o'sha qishloq, robot degan qishloq bolalar. Sidga shunaqa mendagi robot deb yozasizlar. Mana do'stlar, mana menimcha bu yerda ikkita qishloq bor, chunki ajralib turibdi, ko'rib turgan bo'lsanglar. Mana yaxshi qishloq bu ham bolalar. Xo'sh, bolalar, bugun nima qilamiz? Menimcha do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi bolalar. Albatta obuna bo'lib, meni qo'llab podpishka qilasizlar degan umiddaman. Yaqinda biza yangi yil o'tdi mana. Endi 100 ta obuna bo'lishga harakat qilamiz bolalar. Hatto 100 ta bolalar. Maylimi? Unda nima qilamiz do'stlar? Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Albatta keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, mana